Tojikistonda mana birinchi marta darvozamiz yopilyapti. Shedevr fason 2025 da eng trendda turgan legenda darvozamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Darvozachimiz chet davlatga ustanovkalarni yo'lga qo'ygan, bilasizlar. Respublika bo'ylab 12 ta viloyatga olib boramiz. Hozir biz Tojikistonga o'tmoqchimiz. Regarmi degan joyda bor ekan. Shunda Tojikiston tamojnidan o'tishimizga hozir darvozani egalari ham 10 daqiqada yetib kelaman dedilar. Biz bilan birgalikda tamojnini o'sha bitta ikkita yo'l yo'riqlarini qilib, dokumentlarni to'g'irlab biz bilan o'tib ketadigan bo'ldilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston shu qo'shni davlatlarga muammosiz olib borib o'rnatib beramiz. Prosta olib o'tishga o'zingizlar yordam berasizlar. Endi Qirg'izistonga hech qanaqa muammo yo'q ekan, chunki kargo yo'lga qo'yilgan. Shunda ortiladi, kilogrammaga pul to'lansa bo'ldi. Olib borib o'rnatish muammo emas. Bu bizning bo'ynimizda bo'ladi ustanovka. Hozir biz, ya'ni darvozachimiz Tojikistonga o'tamiz. Bizni hattoki qo'shni davlatlarda ham kuzatib, ishlarimizga qiziqish bildirishayotgan ekan, juda ham xursandmiz. Demak, bizning mehnatimiz, olayotgan videolarimiz, ko'rsatayotgan obzorlarimiz odamlarga ahamiyatli, e'tibor berishyapti, qiziq bo'layotganda boshimiz osmonga yetadi. Biz yanada yangiliklar ustida izlashda davom etamiz. Darvozachimizni kuzatinglar. Eksklyuzivni yangi videolar chiqadi. Informatsiya olishinglar juda ham zo'r qulay videolar bo'ladi. Shuni o'rnatamiz, xudo xolasa biz qaytib Toshkentga qarab yo'l olamiz. Bu darvozamiz o'rtadagi shu kolonnani yopadigan qismi 50 sm kolonna. Bu bitta tomondagi yon qismi, bunisi yana bitta tomondagi yon qismi. Bu darvozamiz polностью shumkali holatda bo'lgan. Orqa tomoni tekis gladki, общий hisobda 4 qavat. Bu birinchi qavat list, oradagi list yana bir qavat, bunisi yana bir qavat, oldidagi gulli listi bilan hisoblaganda 4 qavat bo'ladi. Qirilgan joylarimiz polностью kraskalaymiz. Bizda hamma instrumentlar bor. Ziyonli qilib o'z mashinamizni bo'shatamiz. Mana Tojikistonlik mijozlarimiz bilan ko'rishdik, xudo xolasa darvozalari mana tamojnidan o'tayapti. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa biz Tojikistonga o'tayapmiz. Tamojnida hamma hujjatlar, dokumentlar joy-joyida bo'ldi. Charchamadingizmi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Kuzatuvchilar, biz Tojikistonga sog'-salomat o'tib oldik. Yuklarimiz hammasi как положено o'tdi, dokumentarli bo'lib. Hozir biz ustanovkaga qarab yo'l oldik. Mana shu akamizga darvozani chiroyli o'rnatib beramiz. Hamma gap bo'lishi mumkin emas. Chiroyli o'tib berdilar, hech qanaqa muammo yo'q. Tamojnida ham hammasi chiki bo'ldi. Aka, darvozani endi chiroyli topshirib olsak bo'ldi sizga. Ha, nasib etsin. Gap yo'q. Buyursiz, yaxshilik xizmat qilasiz. Darvozachimiz Tojikistondamiz. Yukimiz mana oldinda ketyapti. Xudo xolasa ziyonli bo'ladi. Darvozani eng shohona variantdagi Qudobopini olib kelganmiz. Yangilik ukalari ham hajdan keltirding. Ha, ukalari ham haj safarda shu bugun kelibdilar. Biz bularni kutib oldik, bular bizni kutib olishdi. Qaranglar. Hammamiz yetqizsak aka o'sha joylarga. Inshaalloh. Qabul bo'lsin ibodatinglar. Captiva yuk bilan ketyapti. Tojikiston Regar degan joyga mana yetib keldik. Ustanovkamizni qilamiz shu joyga. Alyuminiy zavod bor ekan bu tomonda, juda katta deyishyapti. O'rta Osiyoda bitta ekan bu zavod, kattalik hajm bo'yicha. Tojikistonda rosa aylanamiz endi. Chiroyli joylarni ko'rsataman deyaptilar. Aka bilan bir sayohat qilamiz. Bu joylarga kelish oson. Xudo xolasa bizga zakaz chiqsa kelishimiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Tojikistonda Regar degan bog'bon qishloq degan joyga keldik. Darvozani xuddi shu joyga chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Shohona fasondagi o'sha legenda bo'lib turgan Shedevr fason darvozamiz. Yaxshi niyatda chiroyli qilib uy qurishgan. Darvozasi bizga nasib qilgan ekan, juda ham xursandmiz. Darvozachimiz O'zbekiston 12 ta viloyat qolib, qo'shni davlatlarga ham chiqib biz dastavka ustanovkalar yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa qurgan uylari yaxshilikka xizmat qilsin, gap bo'lishi mumkin emas. Buni qaranglar. Poygalarga chiqadigan bir mopedmi, mototsiklmi tushunmayman buni. Keng joylar ekan, qaranglar. Sholi kelgan bu yoqda dehqonchiliklar, hamma narsa bu yoqda chorvachilikka sharoit qilishgan ekan, juda zo'r joylar ekan. Mana shu joyi biz 100% o'zgartiramiz darvozani o'rnini. Ko'rdinglarmi sizlar? Vazirlab chiqib tushib ketar ekan-ku bu. Gap bo'lishi mumkin emas. Birinchisi uspet qila olmadim video olishga. Bu mototsikl bo'yicha musobaqalarga qatnashib turadigan bola ekan. Haqiqiy Shumaxerni topib oldim borku. Biz avtoritet qilib yurgan elektromobillar hammasi taksi ekan, qaranglar.
Birorta benzinli mashina yo'q ekan bu yerda taksi qilmaydi. Avtomobillar taksi ekan bu yerda bor. Shunisiga hayron qoldim. Tojikiston bunaqa go'zalligini yetti uxlab tushimga kirgizmagandim. Ko'ringlar. Mana elektromobillar taksi hammasi. BYD'ni qarang. Hamma taksilar mana elektromobillar. Qaranglar. Daraxtlarga ishib ketdim. Tojikistonga kelib bir shaharni aylandik, lekin gap bo'lishi mumkin emas, tan berib oldim. Qaranglar, odamlarning yashash sharoitini zo'r ekan, havas qildim. Detski plashatka hammasi sharoitlar qilib qo'yilgan xalq uchun. Bu domni orqa tomonlari, orqalari tashlandi, rasvo bo'lib yotadigan joylar emas ekanda. Yevropa qilib tashlagan. Vashchi chiroyli ekan. Mashmoshlarda polni shahar sayohat qilib yuribmiz. Qaranglar, odamlar mazza qilishdi. O'ta go'zal. Turkiyaga borgandan ko'ra Tojikistonga kelish kerak ekan dam olishga, aylanishga. Peshkom yurib mazza qilar ekan odamlar, to'g'ri? Go'zal. Dahshat 5+. Shahar go'zalligi gap bo'lishi mumkin emas. Men bu yer narx-navosini tushunmayman, lekin assortiment supermarketlarda zo'r. Qaranglar, yo'q narsani o'zi yo'q. Tojikiston Dushanbeni kechki sayr rosa aylanib tomosha qildik. Bolalar bilan, endi akalar bilan restoranga ujin qilishga keldik. Tungi ovqatga kuchayib ketdik aka bu. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kecha Tojikiston Dushanbeni rosa kechqurun sayohat qildik. Mazza qilib dam oldik. Xudo xolasa bugun mana Shedeyr fasondagi darvozamizni ustanovkalarini boshladik. Hozir yuqori korona qismini tushiramiz mashinamizdan. Zborka qilib yig'ib olamiz. Bizga ko'pchilik kerak bo'ladi. Kichkina eshik mana orqa tomonga o'rnatib bo'ldik pashti. Eshigimiz joyiga chiroyli tushdi. Qaranglar, polnosti tumbalari ham yoniga yopishgan. Hammasi azroq qolmagan, 1 mm. Gap bu shunday. Yaxshi niyatda chiroyli qurishgan. Aka, kichkina eshik o'rnatib tekshirib olasizmi? Bo'ldi, hozir ko'ramiz, inshaalloh. Zborkasini qilamiz. Bizga odamni ko'paytirib bering. Tamam. Bizda yolg'ondan ko'tarish bo'lmaydi. 20 ta 25 ta odam kerak biz ko'tarish uchun darvozamiz. Yon tomon tumbasi, o'rtada mana kolonnani yopadigan qismi, bu u tomondagi tumbasi. Hozir mana shu beton kolonnamiz umuman ko'rinmaydigan bo'ladi. Darvoza ochuvda ish sifatini ko'rib olasizlar. Xudo xolasa mana har bitta chok zborka qilganimizda joy-joyi keladi. Maqtansa arziydigan joyda. Ustalarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Mabodo surishaman deydiganlar bo'lsa, spor o'ynab qo'yamiz bunaqa choklarni ideal holatga keltirish bo'yicha. Hozir biz har bitta stiklarni quyamiz, zamaska qilamiz, ikkalasiga kraska qilib tashlaymiz. Bu tomonni ozgina sursak, millimetr ham yopiladi. Hop, asosiysi bizga stoykalar hammasi, ramalar joy-joyiga keldi. Buni Umidjon hozir chokni ham gulli holatda quyib tashlaydi. Hozir bu joyda orqa tomondan tochka beramiz. Har bitta ramasini svarka qilgandan keyin kalkazlar mushni bo'ladi. Bu tomon qoldi chekkasi, pastdagi shivelleri zborkasi qoldi. Bunda временно mana tortqilab berilgan, buni tiklash jarayonida olib tashlaymiz. Mahallani zbor sostavi mana yig'ilmoqda. Bizga bu bolalar juda katta yordam berishadi. Esdalikka rasmga tushib qo'yishmoqchi. Shuncha odam bilan ko'taramiz. Bu ham kamlik qiladi aslida. Zborkani xudo xolasa yakunladik. Bitta ikkita kamchiliklari qoldi. Hozir polni qotirgandan keyin shuncha odam bilan biz ko'taramiz. Aka, bu kamlik ekan. Yana 10 ta kerak. Yo'q kelamiz. Darvozamiz katta, eniga 6 metr. Balandagi yuqoridagi qosh korona qismlari bilan 380 ga aylanadi. Mana bismillah deb ko'taramiz. Darvozachi ustalar aql o'rgatishmas, lekin mana shu joyga qo'shimcha tortqilab berib olinsa, ustanovka jarayonida olib tashlasa bo'ladi. 4 ta joyga berganmiz. Qalay, hammani bir cho'chitda. Mahkam ushlab turasizlar, hali o'rnagan yo'q-ku bu. Kichkina kalitkamizni ilib oldik, endi kattasini hozir
ko'tarish jarayonini hozir olib ko'rsatamasizlar. Darvozachingizda nima uchun narx qimmat, boshqa darvozalarga qaraganda narxlar baland deysizlar? Mana ko'rib olinglar, nimaga farqi bor. Nechta odam ko'taryapti shuncha, bitta qanotni o'zini. Video davomida ko'rsanglar, buni zahmatini o'zingizlar bilasizlar. Bu og'irligi uchun qiyin bizda ishimiz, narximiz shuning uchun baland chiqadi. Keyin bu dizayn ham o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bu darvozaga o'xshatib qilish bor, bu bilan birga bir o'zi qilib chiqarish bor. Asosiy bitta qanotimizni ilib oldik. Endi ikkinchisiga harakat. Akalar, hamjihatlikda bir-birimizga quloq solaylik, davay. Bo'ldi, ana tushirib oldik. Gap yo'q akalar, hammaga rahmat. Og'irligini ko'rdingizmi? Og'irmi, og'irmasmi? Yo'q, zo'r ekan. 3 tonna. Ko'p og'ir ekan. 20 kilo ko'tarsam dedim og'ir. Shuncha odam muomala qildi biz darvoza bor-ku. Tojikistonda mana birinchi marta darvozamiz yopilyapti. Shedevr fason 2025 da eng trendda turgan legenda darvozamiz. Hozir past tomon shodalarni suramiz, ozgina sherlik keltirib, qotirib tashlaymiz. Yomon og'ir darvoza ekan. Egalariga buyursin, yaxshilik xizmat qilsin. Orqa tomoni tekis, polus 4 qavatli, 1.8 pulsovoy listda ishlatilgan. Shaneli ham buqasini qo'yganmiz. Pashma quvvat.